arzonroq Spark'si olaman deb hushyor turgan mijozlarimiz uchun Amir avtosavdoda 2014-yil 343 ming kilometr masofani bosayotgan Spark mashinasi mehmonda. Mashinani orqa oldilari bit-butun ekan. O'zlari uchun pon asfalt qilib septirganmiz aka deyapti. Diska balonlar turibdi. Balon holatlar yozda yurib tursa bo'ldi, qishga yangi qo'yirish kerak. Salon holatlarini birga yerda ko'ramiz. Xo'p. Birinchi pensiyani 3 qilishgan ekan. Gazda 10 ustonovka bo'lgan, o'rnatilgan. Metan gazlari bor. Polish xodda turibdi. 50 partiya dokumentlashtirish muammosi yo'q ekan. Okey, leboy dokument chiqarib beramiz deyapti. Olib, foydalanib pul topgan zo'r mashinani. Birinchi paysi bez konditsioner bo'ldi, katta motorda lekin. Maza qilib mana ishlar uchun $3900 baholadi. Kimga qiziq bo'lsa, egalarning nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib baraka qilib bo'ladi. Amir avtosavdoda Malibu 2 Premier arzonroq chiqsa menaman deganlar uchun 2020-yil 143 ming kilometr masofani bosayotgan. Kraska hotlari absolyutni top-toza bo'lgan Malibu 2 Premier mashinasi. To'rtta Nexia yaxshi balonlar turibdi, Taniro ruxsatnomalari bor, balon holatlarini ko'rsangiz ham bo'ladi. Zo'r turibdi. Bez ключевой достуp bor. Salon holatlarini birga ko'ramiz. Salonni qo'yinglar. Salonlar zo'r turibdi. Ko'jalar ham matvi, evakor bor. Полный elektropaket. Bu Premier qilingan emas, konkretniy Premier chiqqan salonda, zavoddan. Orqa holatlari ham zo'r. Tashqi holatida qirilgan, shilingan joylari yo'q. Ideal holatda turibdi. Mashinani konkretni zo'r haydabdi. Oldiga qimmat yer lavoylar qo'yilgan. Mashina operativniy bo'lib turibdi. Yonib. Biz bu mashina narxini $18950 baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, egalarning nomerlarini qoldiramiz. $18950 $2020-yil Malibu 2 Premier mashinasi.